Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugun men tavhid haqida bir qisqacha darslik qilmoqchiman. Chunki biz ko'p eshitamiz tavhidni o'rganishlik kerak degan so'zlari. Haqiqatdan ham bu tavhid masalasi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsalarning ichida eng muhimidir. Chunki barcha payg'ambarlar eng birinchi chaqirgan narsasi bu tavhid bo'lgan. Va xuddi shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Makka davrlarida 3 yil hijratdan oldin asosan tavhidga chaqirganlar. Tavhid so'zi o'zi nima? Tavhid so'zi arab tilida vahhada fe'lining masdaridir. Ya'ni vahhada yuvahhid, vahid tavhid. Yakkalashlik, yolg'izlashlik degan ma'nolarni beradi. Shariatdagi ma'nosi esa ifrodullohi azza va jalla, ifrodullohi ta'ala bima yaxtassu bihi. Ya'ni Alloh subhanahu taoloni u zotga xos xususiyatlarda yakkalashlik, yolg'izlashlikdir. Ba'zi olimlar tavhidni 3 qismga bo'lishadi. Tavhidul rububiyya, tavhidul uluhiyya, tavhid asma va sifat. Ya'ni rububiyat tavhidi, uluhiyat tavhidi va ism sifatlardagi tavhid. Rububiyat tavhidi nima degani? Tavhidul rububiyya. Rububiyya o'zi asli rob so'zidan olingan. Ya'ni yaratishlikda xalq val mulk, ya'ni mulk sohibi, butun koinotning sohibi Alloh taolo ekanligida va tadbir, butun olamlarni boshqaradigan Alloh subhanahu taolo va rizq beradigan Alloh taolo, tiriltiradigan Alloh taolo, o'ltiradigan Alloh taolo deb Alloh taoloni mana bu sifatlarda, mana bu xususiyatlarda yakkalashlik. Ya'ni mana bu fe'llarni yolg'iz Allohning o'zi qiladi va buni biron bir sherik yo'q deb e'tiqod qilishlik. Ya'ni boshqacha qilib aytganda Alloh subhanahu taoloni fe'llarida yolg'izlashlik, yakkalashlikdir. Tavhidul uluhiyya esa ibodat tavhidi. Ibodatni yolg'iz Alloh subhanahu taoloni o'ziga qilishlik. Ya'ni ibodatga loyiq zot faqat Alloh subhanahu taolo deb e'tiqod qilishlik. Namozni Alloh uchun o'qishlik, ro'zani Alloh uchun tutishlik, nazrni Allohga qilishlik, tavakkulni Allohga qilishlik va qo'rquvni va rojani va boshqa mana bu bandaning fe'llarini Alloh taolo uchun qilishlik, ya'ni ibodatlarni. Tavhid asma va sifat esa ism va sifatlardagi tavhid. Alloh subhanahu taolo o'zini Qur'oni Karimda qanaqa qilib sifatlagan bo'lsa va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z sunnatlarida va hadislarda, sahih hadislarda albatta Alloh subhanahu taoloni qanaqa qilib sifatlagan bo'lsalar, xuddi shu sifatda biron bir takyifsiz, ya'ni kayfiyatga kirmagan holda va tamthilsiz, unga bir misol keltirmagan holda va tahrif va o'zgartirmagan holda harflarni va ta'til va ma'nosini yo'qqa chiqarmagan holda va mana shu narsalarga iymon keltirishlik. Masalan aytaylik, Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Ar-Rahman arshga istivo bo'ldi, ya'ni oliy bo'ldi desa, biz mana shu yerda istivo so'zini, istivo kalimasini nima qilamiz? Isbot qilamiz. Oliy yoki ko'tarildi deb e'tiqod qilamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytadiki, lillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Alloh subhanahu va taolaning go'zal ismlari bordir va o'sha ismlar bilan Alloh taoloni chorlangiz deb keladi. Masalan yana bal yadahu mabsutatan deb keladigan bo'lsa, mana bu oyatdagi yad kalimasini biz isbot qilamiz. Unga biron bir kayfiyat ham bermaymiz, misol ham keltirmaymiz va ta'til ham qilmaymiz, ya'ni ma'nosini yo'qqa ham chiqarmaymiz. Endi biz tavhidni 3ga bo'ldik, 3ga bo'lib o'rganyapmiz. Endi kim bir qismini ro'yobga chiqarsa-yu, boshqa qismlarni ro'yobga chiqarmasa, inson ya'ni mu'min bo'ldi, muvahhid bo'ldi deyilmaydi. Chunki inson muvahhid bo'lishligi uchun tavhidni 3 alasini ham ro'yobga chiqarish kerak. Chunki mushriklar ham tavhidul rububiyyada isbot qilishardi.
ya'ni uni iymon keltirishardi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo robligida, ya'ni yaratishligida, o'ltirishligida, rizq berishligida bularda muammo yo'q edi. Ular faqat ulug'iyatda, ya'ni ibodatda Allohga qo'shib o'zlarining butlariga ham ibodat qilishgan. O'shaning uchun mushrik bo'lishgan. Demak, inson muvahhid bo'lishligi uchun tavhidning mana shu uchala qismiga ham iymon keltirishligi va shuni ro'yobga chiqarishligi kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.